Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Beruniy Ofi Center'dan bugungi video obzorimiz. Kuzatuvchilarimiz, aniqdan kelishda Center. Bu yoqdan kelishda mana toza banisiyadan o'tganda shu do'konning yanında PlayStation ochildi, yangi PlayStation. Shu ko'rib chiqamiz ichidan. Bismillah. Assalomu alaykum. Bir monitor, iki monitor, 3 monitor. Bu monitorimizda futbol ketdi. Bu da mashina o'yin. Bu monitorda hozir yapadi. Xullas, kelasizlar, mana qarasanglar, yotib o'ynaysizlar. Mana bular o'tirib o'ynayaptilar. Bugun ochilish munosabati bilan bepul axir, bugun. Kelaverasizlar mana. Bugün bepul, hurmatli kuzatuvchilar. Futbol, mashin, shunday mana o'yinlarning hammasi. Muhimxondalar. Bir qator o'tiran. Hozir o'tirib ko'rsatamiz mana. Bor o'yinlar shu. Kep o'zi PlayStation o'ynab yurganlar biladi. O'zimizning sentrda ochilgan. Kelib o'ynayverasizlar. Kunduzgi 11 dan kechki 12 birgacha ochiq turadi. Telefon nomerlaringizni qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroqlashib kelaverasizlar. 20 ming so'm. Bugun kelsanglar 12 birgacha vaqtlarimiz bor. Xalaganizcha mod o'ynab ketaverasizlar. Soati 20 ming so'mdan ekan, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Açılgan. Bugün açıldı. Vallahi reisi oynadı. Şart çayısına keleten olursa konseri var. 3 monitor. Halası 3 adam oynuyordu. Halası 2 adam, halası 4 adam oynuyordu monitorlarda. Не получается перехват. Винисиус. Хороший пас получился. Им удалось собрать мяч. Koyun batlatsana. Kelaverasizlar. С мячом. Vallahi reis oynayasızlar mı?